hayotimizda turli xil sabablarga ko'ra turli xil dorilarni qabul qilamiz. Va bu dorilar bir-biridan milligramdagi miqdori, qabul qilinish vaqti, ya'ni ovqatdan oldin, ovqat davomida yoki ovqatdan keyinligi yoki bir kunda qabul qilinadigan tabletka kapsulalar soni bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Xo'sh, bu farq qilish nima hisobiga sodir bo'ladi? Ya'ni bu farqlar nima hisobiga yuzaga keladi? Agar bu savollarning javobi sizni qiziqtiradigan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Dori moddalarining miqdori va dori moddalarining qabul qilinadigan vaqti, ya'ni ovqatdan oldin, ovqatdan keyin yoki ovqat ichida qabul qilinishi ularning so'rilishi bilan bevosita bog'liq. Xo'sh, moddalarning so'rilishi va ekskretsiyasi nimalarga bog'liq? Buni hozir ko'rib chiqamiz. Moddalarning so'rilishi dastlab qabul qilinadigan moddaning eruvchanligiga bog'liq. Ya'ni ular agar yog'da eriydigan bo'lsa, ko'pincha ular ionlashmagan holatda bo'ladi va hujayra membranasi orqali to'g'ridan-to'g'ri bemalol diffuziya usuli orqali energiya sarflamasdan o'ta oladi. Bu esa ingichka ichakning bir qavat hujayralardan iborat ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, juda ham ajoyib so'rilish usuli hisoblanadi. Agar u suvda eriydigan bo'lsa, ya'ni qabul qilinadigan dori moddasi suvda eriydigan bo'lsa, u ko'pincha ionlashmagan holatda bo'ladi va u so'rilishi uchun maxsus kanallarni talab etadi va bunda so'rilish nisbatan sekinroq tezlikda kechadi. Moddalarning so'rilishiga ta'sir etadigan ikkinchi faktor bu konsentratsiya hisoblanadi. Bu yerda moddalarning konsentratsiyasi qancha katta bo'lsa, moddalarning so'rilish tempi, ya'ni tezligi shu darajada tez bo'ladi. Agar moddalar ingichka ichakda va jigarda juda ham katta metabolizmga uchraydigan bo'lsa, ular qabul qilinadigan miqdor ham turlicha bo'ladi, ya'ni katta bo'ladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, jigarda va ingichka ichakda katta metabolizmga uchraydigan moddalar 500 1000 milligramgacha qabul qilinadigan bo'lsa, metabolizmga uchramaydigan, ya'ni o'zgargan holatdagi dori preparatlari, misol uchun oladigan bo'lsak, dezlorantazin, ya'ni antigistamin moddalaridan dezlorantazin metabolizmga deyarli uchramaydi. Shu sababli uning miqdori, ya'ni konsentratsiyasi juda ham kam bo'ladi, ya'ni 5 milligram. Ayrim dorilar esa katta metabolizmga uchraganligi sababli 500-1000 milligramgacha qabul qilinadi. Ya'ni dori moddalarining konsentratsiyasi ularning qay darajada metabolizmga uchrashiga bog'liq. Xo'sh, moddalarning so'rilishiga ta'sir etadigan keyingi faktor so'riladigan yuza va so'riladigan yuzaning qay darajada qon bilan ta'minlanganligi. So'rilish yuzasiga keladigan bo'lsak, bemalol oshqozon va ingichka ichakni solishtirsak bo'ladi. Ingichka ichakda varsinkalar juda ham ko'p bo'lganligi sababli va uning uzunligi uzun bo'lganligi sababli ingichka ichakda so'rilish juda ham intensiv kechadi. Hattoki oshqozonda so'rilishni boshlagan moddalar, ularning ko'p foizi ingichka ichakda so'rilishi kuzatiladi. So'riladigan yuzaning qon bilan ta'minlanganligiga keladigan bo'lsak, bunda biz yog' to'qimasi va mushak to'qimasini solishtirsak bo'ladi. Yog' to'qimasida qon tomirlar mushakka nisbatan kamroq bo'lganligi sababli bunda, ya'ni teri ostiga yuborilganda dori vositalar sekinroq so'riladi. Mushakda esa albatta tezroq so'riladi. Agar biz juda ham tez, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri qon aylanish sistemasiga dori vositalarining o'tishini ta'minlamoqchi bo'lsak, bunda biz tomir ichiga dori vositalarini yuboramiz. Dori vositalarining so'rilishiga va organizmdan chiqib ketishiga yana bir ta'sir etadigan jihat uning ionlanishi va ya'ni dori vositalarining ionlanishi va pH hisoblanadi. pH deganda biz ishqoriy muhitni tushunamiz. Bunda biz mana bu shkalaga yuzlanamiz. Agar u 0 dan 7 gacha bo'ladigan bo'lsa kislotali, 7 dan 14 gacha bo'ladigan bo'lsa ishqoriyni tashkil etadi. 7 da esa, ya'ni ularning qoq o'rtasida neytralni tashkil etadi. Organizmning turli joylarida turli xil ishqoriy muhit kuzatiladi. Ya'ni me'dada u 1-2 ni tashkil etadigan bo'lsa, ingichka ichakda 6, qonda 7-4, siydikda esa 5-8. Siydikda bunday o'zgarishiga asosiy sabab biz qabul qilinadigan har xil moddalar siydikning ishqoriy muhitini turlicha o'zgartiradi. Xo'sh, ishqoriy muhit dori moddalarining so'rilishiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Tashqi muhitdan tushgan dori preparatlari ham ionlangan, ham ionlanmagan holatda bo'lishi mumkin. Ularning ayrimlari ionlanganda kislotalilikni namoyon qilsa, ayrimlari ishqoriylikni, ya'ni kuchsiz ishqoriylikni namoyon qiladi. Kuchsiz kislotalilikni namoyon qiluvchi moddalar kislotali muhitga tushadigan bo'lsa, ular ionlanmagan holatda bo'ladi va bu holatda ularning so'rilishi kuchliroq bo'ladi. Oshqozonda kislotali muhitni hosil bo'lishini inobatga oladigan bo'lsak, aspirin, penitsilin, cefalosporin, tiazid va xalqali diuretiklar tabletka ko'rinishida iste'mol qilganda, ularning ustida
oshqozondagi sekretdan himoya qiluvchi qobig'i bo'lmaganda ular oshqozonda kuchliroq so'riladi. Buning aksi kuchsiz ishqoriylikni namoyon qiluvchi moddalar kislotali muhitda ionlangan holatda bo'ladi. Shu sababli ular bunday holatda yaxshiroq so'rilmaydi. Bunga asosiy sabab yodingizda bo'lsa, ionlanmagan moddalar hujayra membranasidan yaxshiroq o'tar edi. Ionlangan moddalar esa faqatgina maxsus kanallar orqali o'tishi mumkin edi. Shu sababli ionlanmagan moddalar yaxshiroq so'riladi. Ionlangan moddalar esa organizmdan yaxshiroq chiqib ketadi. Kuchsiz ishqoriylikni namoyon qiluvchi moddalarga morfin, mahalliy anestetiklar va amfetamin kiradi. Va bu moddalar ionlanmagan holatda, ya'ni mana bunday ko'rinishda yaxshiroq so'riladi va bunday ko'rinishga o'tishi uchun kuchsiz ishqoriy moddalar ishqoriy muhitga tushishi zarur. Organizmda pH, ya'ni ishqoriy muhit nafaqat moddalarning so'rilishida, balki organizmdan chiqib ketishida, ya'ni ekskretsiyasida ham katta ahamiyatga ega. Yodingizda bo'lsa, biz peshobning ishqoriy muhitining doimiy ravishda o'zgarib turishi haqida gapirgan edik. Buning ahamiyati juda ham katta, sababi peshobning ishqoriy muhitga o'zgarishi u bilan birga kuchsiz kislotalarning chiqib ketishini oshiradi. Ya'ni agar biz aspirinning ionlangan kislotali muhitni hosil qilishini inobatga oladigan bo'lsak, ishqoriy muhitda uning ionlanishi kuchayadi va ionlangan moddalarning ekskretsiyasi kuchayadi. Ya'ni hammamizga ma'lum, ionlanmagan holatda moddalar yaxshiroq so'riladi, ionlangan holatda esa ularning ekskretsiyasi kuchayadi. Shu sababli aspirin metabolizmga uchragandan so'ng peshobning ishqoriy muhitga o'zgarishi aspirinning tashqi muhitga chiqishini kuchaytiradi. Ya'ni peshobning ishqoriy muhitga o'zgartiruvchi moddalarni ko'p iste'mol qilish organizmdan aspirinning tezroq chiqib ketishiga olib keladi. Peshobning kislotali muhitga o'zgarishi esa buning aksiga sabab bo'ladi, ya'ni kuchsiz ishqorlarning ionlanishini kuchaytirishi va shu bilan birga ularning ekskretsiyasini kuchayishiga olib keladi. Morfin ionlangandan so'ng kuchsiz ishqoriy muhitni hosil qiladi va uning ionlanishi peshobning kislotali muhitga o'zgarishida kuchayadi va uning ekskretsiyasi peshobning kislotali muhitga o'zgarganda albatta kuchliroq bo'ladi. Mana bu rasmga murojaat qilamiz. E'tibor bering, glomerular apparatda filtratsiya sodir bo'ladi. Filtratsiya faqatgina erkin moddalarga nisbatan bo'ladi. Ya'ni biror bir tashuvchi oqsil bilan birikkanda dori moddalari filtrlanmaydi. Ya'ni kalavasimon kanalchalar bo'shlig'iga o'tmaydi. Va erkin moddalar filtratsiya bo'lganidan so'ng ular ionlangan va ionlanmagan holatda bo'ladi va biz ta'kidlab o'tganimizdek ionlanmagan moddalar reabsorpsiya orqali, e'tibor bering, reabsorpsiya orqali so'riladi va keyinchalik yana sekretsiya bo'lish xususiyatiga ega. Ionlangan moddalar esa reabsorpsiya bo'lmaydi va shu sababli ularning ekskretsiyasi nisbatan kuchliroq bo'ladi. E'tibor bering, mana bu yerda peshobning ishqoriy muhitini o'zgartiruvchi moddalar tasvirlangan. Bu moddalarni ko'p iste'mol qilish siydikning ishqoriy muhitini o'zgartiradi. Ya'ni kislotali muhitga o'zgartiruvchi moddalar ammoniy xlorid, vitamin C, ya'ni askorbin kislota, undan tashqari ko'p go'sht yeyish va metabolik atsidozga sabab bo'luvchi boshqa hamma ta'sirotlar peshobning kislotali tomonga o'zgarishiga sabab bo'ladi. Peshobning pH'ini ishqoriy muhitga o'zgartiruvchi moddalarga natriy gidrokarbonat, ya'ni ichimlik sodasi, acetolazamid, ya'ni diakarb, ko'p qusish, ya'ni ko'p qusishda hammamizga ma'lum me'da orqali xlorid kislotani ko'p yo'qotilishi kuzatiladi. Shu sababli u keyinchalik ishqoriy muhitga, ya'ni peshobning ishqoriy muhitga o'zgarishiga olib keladi. O'simlik mahsulotlarini ko'proq yeyish va antotsidlarni qabul qilish ham peshobning ishqoriy muhitga o'zgarishiga sabab bo'ladi. Biz o'rgangan hozirgi ma'lumotlar nafaqat buyrakda, balki ichaklarda ham ishlaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, dori moddalarining ekskretsiyasi faqatgina buyraklarda emas, balki yo'g'on ichakda ham sodir bo'ladi. Ya'ni gepatik ensefalopatiyalarda hammamizga ma'lum, qonda azot qoldiqlarining miqdori ortib ketadi. Bu ensefalopatiyaga sabab bo'ladi. Shu sababli gepatik ensefalopatiyalarda ich qotishining oldini olish uchun aynan laktuloza saqlovchi dori moddalaridan foydalaniladi. Birinchidan, laktuloza ichni yumshatuvchi effektga ega bo'lsa, undan tashqari laktuloza yo'g'on ichakdagi bakteriyalar ta'sirida sut kislotaga parchalanadi. Bu esa keyinchalik yo'g'on ichakda kislotali muhitni hosil qiladi va ichakdagi ammiakning ammoniy ioniga o'tishiga olib keladi.
Ammoniy ioniga o'tgandan so'ng uning ekskretsiyasi kuchayadi va o'z-o'zidan qonda azot qoldiqlarining konsentratsiyasi kamayadi. Bu esa gepatik ensefalopatiya belgilarini kamaytiradi. Bunga asosiy sabab kislotali muhitda ammiakning ammoniy ioniga o'tishi. Ammoniy ioni esa ichakdan so'rilishi kamayadi va ekskretsiyasi kuchayadi. Agar kislotali muhit bo'lmaganda edi, ammiak ionlanmagan holatda bo'lganligi sababli ichakdan qayta so'rilishi va qondagi azot miqdorini yanada oshirishiga sabab bo'lar edi. Agar siz ushbu videodan qandaydir foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz, biz faqat yana o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Biomed tibbiyotga yangicha yondashuv.